O ana, assalomu alaykum. Ishdama ishda. Pitsa yegiz keldimi? Bo'ldi, olib boraman. Ha, pulim ko'p, pulim bemalol. O'zi bugun suvda ham bo'lmadi. Qatdan olaman, yonimda ham chiqmas ekan. Ikromjon, shetdamisiz? Assalomu alaykum zot. Yaxshisiz? Charchamayapsizmi? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Ha, rahmat. Ikkita qizimni uzatdim, chiroyli qilib pardalarimni qilib berdingiz. Endi navbat o'zimga. Tezda tanlab ketaman. Siz tikuvchilaringizni jo'nating. Ishingiz qanaqaligini bilaman. Bo'ldi, xo'p bo'ladi. Men $500 mo'ljallab qo'ydim. Mana puli. Yetmasa yetarsiz yana. Keling, mana men biz zalingizni ko'rganman. Mana shu zo'r tushadi. Narxi ham arzon. 500 ming sotilayotgan 300 ming so'm sizga qilib beraman. Ajoyib. Qalin pardalarni Ikromjon o'zingiz bilib rangiga tushadiganini har doimgidek qilib beryapsiz. Menga ruxsat. Ona, ovqatlanib qo'ymadingizmi? Men sizga hozir zo'r pitsa olib boraman. Mana onam qoladilar.